Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 22 kunda 22,6 ming haydovchi kameralar orqali jarima ballari oldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda 22 kun ichida haydovchilarning 22,6 ming nafari kameralar orqali jarima ballari oldi. 2026-yil 1-apreldan boshlab avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish tizimlari orqali aniqlangan ba'zi qoidabuzarliklar, ya'ni svetoforni taqiqlovchi chirog'ida bo'ysunmaslik, yo'lning qarama-qarshi bo'lagida harakatlanish, to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzish, shuningdek tezlik qoidalarini buzish singari qoidabuzarliklar uchun ham jarima ballarini hisoblash tartibi joriy etildi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati ma'lumotiga ko'ra, 22 aprel holatiga ko'ra, respublika bo'yicha jami 22,638 nafar haydovchi 5 balldan jarima to'plagan. YHXB axborot xizmati rahbari Zoir Yo'ldoshevning bildirishicha, 22 kun davomida ba'zi haydovchilar 10 ballgacha yig'ib olgan holatlar ham mavjud. Jarima ballari 12 ga yetganda haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilish ko'zda tutilgan. Bilasiz, jarima bali olingandan so'ng uni boshqa haydovchiga qaratish, ko'chirish yoki boshqa uslublarda o'chirishning umuman imkoni mavjud emas. Yagona tartib va qoida esa yo'l harakat qoidalariga rioya qilishdir, dedi Zoir Yo'ldoshev. O'zbekistonda jarimani avtomobil egasi emas, qoidabuzar haydovchi to'laydi. 2026-yil 1-apreldan tegishli transportni fuqarolik huquqiy munosabatlar asosida boshqarish hamda ulardan foydalanish huquqini olgan shaxslarga yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik o'tkazilganligi haqida Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati organlarini xabardor qilish imkoniyati yaratilgan. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.